Yo hammaga sizlar bilan Imperator Minecraft. Bugungi videomizda biza qishloqlar oldingi qismlarda ko'rgan bo'lsanglar, mana reyderlarni reyd o'tkazish darslar olib keldi. Bugungi qismda biza reyd o'tkazamiz va bunga qo'shilishib qishloqlar uchun anaqa qilamiz. Va narsalar joy bo'lar-ku. Xuloskelam kitobchiq anaqa qishloqlar qilamiz. Uning uchun bizga uzoqqa qilishimiz kerak bu darslar bo'lmasa anaqa kravat uzib qolish kerak edi. Kravatda qishloqlar o'shanda zo'r bo'ladi. Va qaysi uyda qilamiz? Mana shu uy bo'larmikan? Bo'lmaydi-yu. Mana shu yerda qilsak bo'lamiz tepada. Ana orqa hovlim. Uyim orqa hovlisi. Uning uchun bu yerlar tekislash kerak va uning uchun menga lopata kerak. Uydan to'lib ketgan falokat. Uydarmayam. Qayerlar naq 3 ta shafsin ketdi oldingi qismda. Falokat chiqmadi. Isqirt baba oxirida topdi, men topdim baba oxirida. Buni olib, buni qo'yib, buni olsak tayyor. Endi bo'lsa biza olib kelishimiz kerak. Soqlarni olib kelishimiz kerak. Buning uchun bo'lsa bizga reyshlarim qayerda endi? Qayerdan topaman men? Lekin uncha ko'p emas, 8 dona degan. 8 dona. Va bitta lopata ham olamiz, Fortune 3, Fortune 2 ni olamiz. Kravatim. Qaraman kravatim. Oy. Kravatim qatar qo'yib kesibdi-ku. Bu yaxshi alomati-mi? Qo'ylarni o'g'lash kerak degan. Kech qo'ylar nima qilaman? Birinchisi pichoqlikda solaman. Omadni luteyutcha qo'shib olish kerak. Keyin bitta solaman yana. Xuloskelam. Yana bir donangni va hammasi bitar. Mana ketdi. Tayyor. Shunaqa urib qo'yish kerak edi, dahshat. Fortune 2 va 3 ta qo'y. Bundan bo'lsa men yashayman yo'q. Yo'q, esas oldim. Endi boriki 21 ta harakat ko'rmagan ekanman. Toplaylik 4 ta solib qo'yamiz. Oh my god. Do'stlar, qanaqa omadli bo'laman. Nimadir kerak. Buni hech o'z qayerga o'tkazib qo'yib yo'q qolmaydi. O'tir qayoqqa? O'tir, sen menga tarix o'ydasan. Do'stlar, bunaqani paydo bo'lish ehtimoli 1% edi. Yo'q, ustida turibdi, o'tirmadi. Voy, men nihoyat o'tirdi. Do'stlar, qanaqa omadli bo'laman. Qaranglar, qanaqa zo'r. Mana menda endi qo'yam bor. Rusi ham zo'r. To'g'rimi, pachani? Pachali. Seni qayerda bo'lishini ehtimoli qo'lim bormikan? Hozir pasujni qayerga qo'yib qo'ydim. Endi nima qilishim kerak edi buni? Esimga tushdi. Tepalikka chiqamiz va qurishni boshlaymiz. Ketdi. Fortune 2 Unbreaking 3 effekt in 3. Bular o'sha filan. Reality oldingi safargilarga o'xshagan emas, bo'ladi.
Hop mayli bilan endi qaziveramiz va mana shu tekis qilib qo'ysak mana shu joy yetadi. Bu orqasida zo'r bo'ladi. Kerak bo'lsa ko'raveraman-da. Tayyor. Ajoyib. Zo'r. Va men endi navdagi salkalar o'rnatib qalb harakat omborxona qurishim kerak. Undan keyin tatem olamanmi deyman. Men darslikka borib kelaman, 3 stadion bo'ladi ehtimolga qarshi. Taxtadan quramiz. Ko'p foizini bitta, ikkita, 3ta va 4ta tayyor. Mana shu 3tasi bo'ladi. Sani qo'yaman. Sani qo'yib qo'yaman. Давай. Что собой сюда шпилами?
Mana nihoyat oxirgisi. Mana do'stlar, biz hozircha 4 ta qishloqni qamadik. O'z qishloqlarimiz deydi, ko'rdinglar, ikkitasini o'ldiribsan. Do'stlar, bugungi video shularga kerak edi. Keyingi qismlarda bilan hammasi displeylarni berib tayyor qilib qo'yaman. Keyingi qismni tinglasang, hamma yaxshi bo'ladi. Sizlarga imperator Minecraft o'yini hammaga qara.